Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan Mubashshir Ahmad, Hamid Sodiq va Abdulg'ani Muxtor Ali akamiz haqida gaplashamiz. Lirik chekinish qilamiz. Qisqa qilib aytganda, Hamid Sodiq va Abdulg'ani Muxtor Alining tortishuvlari ko'p ketyapti. O'ldirib yuborish kerak, so'yib yuborish kerak debdi. Hamid Sodiqda Abdulg'ani Ali deyapti. Bu noto'g'ri ish deyapti. To'g'ri, bu ishini oqlamayman, lekin Hamid Sodiq akamiz to'g'ri gap gapirmagan. Men uni qoralayman, qisqa qilib aytganda. Abdulg'ani Muxtor Alini oqlayman. Sababi Hamid Sodiq akamiz nima dedi? Mubashshir Ahmad domlani nima deydi? Hali yagona lider, yagona diniy lider deb atadi. Xo'p, Mubashshir Ahmad domla haqida gaplashamiz. Mubashshir Ahmad domla nima ish qiluvdi degan, agar qiziqmagan domla, u O'zbekistonni, nafaqat O'zbekiston, O'rta Osiyoni tan olish kerak. O'rta Osiyo ta'sir kuch nafaqat kuchli ekan, ko'tarib yuboryapti. Nima deydi? Da'vat qildi. Isroilga qarshi urushishimiz kerak, balo qilishimiz kerak. Bu narsa bo'lganda nima bo'lardi? Uni qamalishi to'g'ri bo'ldi. Mubashshir Ahmad domlani agar u qamalmaganda nima bo'lardi? O'zbekiston agar o'sha Isroilga tashlaydigan bo'lganda, tabiiyki Isroil orqasidan Amerika turibdi. Amerika bizni mazamizni qochirib qo'yardi. Ishoninglar, O'zbekistonda tartibsizlik keltirib chiqaradi. Misol uchun Iroq va Suriyada nima bo'ldi, nimaga ularda urush bo'lyapti? Ular o'sha Amerikaga sakragan. Seni yoyib qo'yaman, chachib qo'yaman degan. Keyin Amerika to'polon qilib qoldi. Biz bilan urushayotmaydi. O'zbekistonning ichida ichki nizo, urush janjallarni keltirib chiqaradi. Misol uchun dollari bor. Misol uchun mana qo'limizdagi telefonlar ham qisqa qilib aytganda Amerikaning josusi buni Netanyahu aytib o'tdi. Hali sizlar qo'llaringdagi smart telefon Isroil bir bo'lagini ko'tarib yuribsizlar dedi. Bu degani senlar Isroilning josusini ko'tarib yuribsan degani. Bunaqalardan millionta. Dollarga keladigan bo'lsak, dollarda ham siyosiy maqsadi bo'lgan va o'sha dollar uchun O'zbekistonda to'polon qiladigan, pul uchun har balo qiladigan o'zbeklar bor. Buni topib yurib arzimagan $1000, $2000, balki 10,000, balki 100,000 dollardir. Bu Amerikaga hech narsa emas. Pullar bilan O'zbekistonda janjal chiqaradi. Va buni Hamid Sodiq ham, Mubashshir Ahmad domla ham, xudo ko'rsatmasa, agar O'zbekistonda janjal bo'lsa, hech narsa kelmaydi qo'lidan. Bu odamlarni nima qilish kerak? Qamash kerak edi, tabiiyki. Chunki yaxshi ketyapti ovoz. To'ylar bo'lyapti, ko'z siymasin. Sekin-sekin rivojlanyapti. Mana kambag'allarga mana blogerlar bir-biriga yordam beryapti. Nima qilish kerak? Shuning uchun Hamid Abdulg'ani Muxtor Alini nima qilib yubormaslik kerak, nima deydi? Va hokazo, bu haqda keyin gaplashamiz. Biz telefonimiz ham yozib olishni kamaytiryapti. Sog' bo'linglar.